Goltni yutgan bola bilan Odilxon Kamolov oktagondan jang suradi. Shu bolani menga beringlar, men yutishni bilaman dedi. Ozarbayjonlik bola Odilxonga aloqaga chiqdi, jang tashkil qilinyapti. Sardor gangster Odilxonni maqtab afsonadek legenda bo'lib ko'rindi. 1000 marta bu maskarabozlardan Odilxon zo'r jang qiladi dedi. Kelgusi turnirda Odilxon bilan Golti raqibi urushsa qaysi biri yutadi? Kommentda yozib qoldiring. Video uchun bir donadan like bosib qo'ying. Oktagon, assalomu alaykum. O'rtoqlar, sizlarga bitta kichik sirni ochaman. Kelayotgan Oktagon turnirida jang qilaman va menga raqib izlashyapti Oktagon. Undan keyin esa Kamil bilan trilogiya bo'lishi haqida aytishgan. Xullas, men o'zimga raqib deb kecha yaqinimiz, jigarimiz Gold bilan urushgan bolani berishingizni xohlardim. Agar sizlar xohlasanglar, o'rtoqlar, bu jang bo'ladi. Buning uchun nima qilish kerak? Mana shu kommentga Oktagonni maksimal belgilaymiz va qo'llab-quvvatlashingizni xohlayman. U bolani men bemalol yutaman. Borib, u bolani bemalol barbaqa, bemalol xohlagan o'zini stilida yutsa bo'ladi. Xullas, bu jangni bo'lishi sizlarga bog'liq o'rtoqlar. Nima deymiz? Men tayyorman. Oktagon, bu jangni beringlar. Xudo xolasa, chiroyli g'alabalar bilan sizlarni xursand qilishga va'da beraman. Obadyor bo'lsin O'zbekiston chunki. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Gold saperniki bilan jangimiz bo'lishi mumkin degandim. Mana u bolani profili va telefon nomerini tashadi. Telefonda hozir Telegramda gaplashyapmiz. Mana u bilan Nurusov. Endi nomerlarini ko'rsata olmayman. Bugun 21:00 da gaplashaylik deyishyapti. Xullas, Vesti ham pashti kelishib bo'ldik. O'zimiz ham jangni xohlayapmiz. U menga, men unga qiziq. To'g'risi bu narsa haligi Oktagon jang ber degan pustoslov gaplar emas. Mana o'sha amal, hammasi amalda bo'lyapti. Shunday ekan, prosta qo'llab-quvvatlashinglarni xohlayman xolos. Nima deysizlar? Sizlarning taxmininglar qanaqa bu jang haqida? O'rtoqlar, boya adashib aytvordi deb o'ylovdim mana unda. Endi поздравляю deb yozdim-ku Instagramda. Целую deb yozib yubordi. Hozir ham davay kechqurun gaplashamiz desam, ko'rinyapti. Целую deyapti. Bu ushboq usharmikan men bilan yoki qo'yinglar. Kechi bo'lib o'tgan masqaravoz ligami nima edi? Oktagon ligami, shuni janglarni hammanglar barchalar ko'rgan bo'lsalar kerak. Shu Oktagon ligani masqarozxonani ko'rib, mana tepada turgan Odilxon Kamolov ko'zimga legendadek, ko'zimga afsonadek ko'rinib ketdi do'stlar. Sababi hammalaring tepaga ko'tarib qo'ygan o'sha Qozog'istonlik erkak bilan to'xtardi. Bir marta urushgan payti bir marta shuni ham yutgan. Hammalaring kecha mana Kamil karate deb chiqdinglar, men o'zim ham chiqdim. U bolani ham Odilxon yutib, tiliga testvasini qilib qo'yib, Oktagonda ichida ham ko'rsatib qo'ygan. Molday kalta yesa ham, sudralib tayoq yesa ham, lekin Oktagonda ichida ham Odilxon Kamolov ko'p narsani isbotlab qo'ygan. Hozirgi pokoleniya, hozirgi chiqib turgan mana mayda-chuyda Neptun planet, planetlardan ko'ra shu Odilxon Kamolovni ko'tarsak nima deysizlar, aziz qadrdonlar? Bu paxta qo'yish yoki bir narsa emas, meni o'zim ham juda ko'p tanqidlarga uchratganman. Odilxon Kamolov bilan Kamil karateni jangini birinchi qatorda borib Oktagon ligadan tomosha qilib ko'rganman. U bola Oktagonda ichida ham narsalarni isbotlab qo'yayotgan, so'zlariga javob berib qo'yadigan bola. U deymiz, bu deymiz bilmayman, lekin Odilxon Kamolov hozir ko'zimga afsonadek, ko'zimga tirik legendadek ko'rinib ketyapti. Ukajonim, Oktagonga qaytish payti bo'lgandir. Bir janglarni o'zidan bir ko'raylik. Odilxon Kamolov, qayting, qaytib so'kmayman sizni.